Assalomu alaykum. Efirda Akula Kulformatsion dasturi. Mikrofon qarshisida yana sevimli boshlovchingiz yulduz bo'lmoqchi bo'lgan Usmon. Biz boshladik. Amerika, Yevropa tomonlarda er-xotin bir-biriga I love you deb bitta tug'adi. Endi Rossiya tomonlarida "Я тебя люблю" deb nariyoqqa o'tadi, "Я тебя люблю" deb bu yoqqa o'tadi. Natija nima? Bitta yoki ikkita bola bo'lyapti. Bizdachi? Bizda "Nari o'tiring, pulingizni oling, boshim og'riyapti, tegmang menga" deb baraka topsin 5-6 ta turib tashlagan. Shunda haqiqiy muhabbat qayerda bo'lyapti? Bizda. Marhamat, aynan shu haqda lavhamiz. Qadim zamonlarda dengiz bo'yida baliqchi chol o'zining yolg'iz o'g'li bilan yashar ekan. Ularning bor budi eski qayg'i baliq ovlaganda tortadigan, ovlaydigan. Dadasi o'qishi. Yig'ishtiring, choy qo'yib bering. Tinchlik xotin, nima bo'ldi? O'tir, nima bo'ldi? Yana yuribsan, inqillab, tavba qildim. Ha. Choy qo'yib bersangiz-chi, dadasi, qiynalib ketdim. Qiynalib ketding. Nega qiynalasan? Nima bo'ldi? Yana inqillab. Sen bir shu tavba qildim. Tug'may ekan, choy ham yo'q ekan. Bo'ldi, nima deysan? Boshqa tug'mayman, dadasi, shunday azob ekan. Hamma joyim zirqirab og'riyapti, dadasi. Bekor aytsan. Qanaqasiga tug'maysan? Esing joyidami seni? Ha. Bitta sen homilador bo'lgansan, bu dunyoda boshqa ayollar homilador bo'lmagan, boshqa ayollar tug'magan, tavba qilib. Bo'lib tug'mayman. Shu bitta hali tug'masingdan bo'lib tug'mayman deyapsan. Menga qara, bizda avlodimizda unaqa bitta tug'ib to'xtaganlar yo'q. Biz ser urug'miz. Mana ona taraf Nishonov oilasi ham katta sulola. Ota taraf Hayitov ham shunday katta sulola bo'lgan bular. Bizning naslimizga unaqa kam tug'adigan boshqasi yo'q. Tug'asan xotin, ko'p asabimga tegurmagin. Tushundingmi? Tug'mayman. Nimaga tug'maysan? Tug'mayman. Siz boshqalarni ayol bilan meni solishtirmang. Ularning organizmi boshqacha, meni organizmim boshqacha. Menga oqsuyak, tushundingizmi? Oqsuyakmisiz, ko'k suyakmisiz? Men ertaklar yodlayotibman mana bu yerda. Mana bolalarimga erta nasib qilsa farzandli bo'lsak, aytib beraman deb o'qiyotibman. Seni qilib o'tirgan ishingni qarada endi. Tug'asan, ko'p gapirma. Tug'mayman, baribir tug'mayman. Qayoqqa borsiz boring, tug'mayman. Shuni bitta tug'sam bo'ladi. Voy jonim mening. Oyi, yuring magazinga boraylik. Hozir magazinim chiqib turibdi. Mana bu ishlarni kim qiladi? Voy. Keyinroq qilasiz, ungacha borib keling. Yo'q. Voy dadasi. Dadasi. Hozir. Magazin dug'urmagin, tushundingmi? Men asabimga tegib. Ha, tishdingmi? Nima bo'ldi? Mana bu qiziz magazin deb jonimga tegdi, dadasi. Qiynalib ketdim, dadasi. Boshqa tug'mayman, yetadi shu, xo'pmi? Rosa qiynalib ketdim. Tug'mayman deb sen kuydirar ekansan-da toza. Bo'ldi, qizsan o'ynab tur, kattalarni ishi ekan. Bu tug'mayman deydi, onang ham gaplashadi. Nimaga tug'maysan? Men senga necha marta aytdim. Bizda avlodimiz ser urug'. Rahmatli buvimda 15 ta bola bor edi, bilasanmi? 15 tani tug'ib ham biron marta demaganlar. Bobomni prosta mazalari bo'lmay qolib, bo'lmasa yana tug'aydilar. Buvim bor-ku. Yana tuqqan bo'laylar. Shunday asabga tegurma. Bizda ser urug', eng kami bizniki qarindosh urug'larda eng kami 6 ta. Hamma kuladi mana. Ikkitagina balasi bilan bo'ldi qildi bu. Nima degan gap deb men qarindosh urug'ni oldida qana boshimni ko'tarib yuraman men xotin. Siz meni sog'ligimni o'ylamaysizmi? Qarindosh urug'laringizni o'ylaysiz, meni boshimni o'ylamaysizmi? Qanchalik qiynalganligimni. Tomim ketib qolyapti meni, dadasi, tomim ketib qolyapti. Tomim ketib qoladi deysan. Mana bir-birini sudrab katta bo'laveradi. Tug'asan, ko'p nima qilaverman. Men avlodimiz bizni ser urug' deb aytdimmi? Aytdim. Nasib bo'lsa, ulardan o'tishimiz kerak. Eng kamida 6 tadan bolasi bor biz qarindosh urug'larni. Biz sharmanda qilma xotin. Tug'mayman. Tug'mayman. Boring. Tug'mayman. Agar tug'ib keyin gaplashamiz ham. Xo'p. Voy jonim. Naqadar og'irlik bu. Voy. Maniki bu. Maniki. Jim o'tir ikkalang ham, xo'pmi? Nargiza. Bu yoqqa kel. Qaramami singillaringga. Jim o'tirishni bilmaysan.
qaramaysanmi? Katta qizsan-ku. Ikkalasi baqir chaqir qilyapti, meni qiynab tashladinglar. Qara singlingga. Uf, jonga tegdilaring. Menga ber. Senga ham yo'q, senga ham yo'q. Ha, janjalni kattalashtirgin. Voy, bularni dasidan tinchlik yo'q. Ha, nima bo'ldi? Qo'ydi. Yana jahlim chiqardilaring o'yindan. Yana meni qonimni ichadi-ya bu bola. Yana qonimni ichadi. Voy. Ay dadasi. Obbo. Ha, nima yana? Yana nima? Ana bolalaringiz bor-ku. Ertalab 4:30 dan kechki soat 10:30gacha ana bolalaringiz bor-ku. Qiy-chuv qiladi. Halovatim yo'q, qiynalib ketdim dadasi. Shu bolali uy bozor, bolasiz uy mozor deydi. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi emasmi, xotin? Nimasi yaxshi, a? Nimasi yaxshi? Siz ishga ketasiz, hech narsani bilmaysiz. Meni esa tomim ketib qolyapti, sog'ligim ketib qolyapti. Tishlarim to'kilib ketyapti, sochlarim to'kilib ketyapti. Belimdagi grijam bezovta qilyapti. Yarim jon bo'lib qolyapman. Nahotki shuni tushunishingiz qiyin bo'lib qolyapti. Sog'ligimdan ayrilib qolyapman. Tomim ketib qolyapti. Ikkita kartoshka olib kelaman deb 6 ta olib kelibman. Sanog'iga ham yeta olmayapman. Tushunyapsizmi shuni? Mana shuni tug'aman, boshqa qaytib tug'mayman. Qayoqqa borsangiz boring, borku, otangizga borib shikoyat qilasizmi? Onangizga borib shikoyat qilasizmi? Buvingiz bilan dodangizga borib shikoyat qilasizmi? Tug'mayman. Ularga shikoyat qila olmayman, ularga iltimos qilaman, kechqurun kelib ruhlari talaydi sani. Ana shu tug'mayman deganing uchun. Ko'zim nuri ketyapti, tishim to'kilyapti, kalsi, belimni grijasi. Toza garan qiling, barakalla onajonlarga. 8 ta bola bilan demadilar. Dadamga biror marta dadasi men boshqa tug'mayman demadilar. Sam yeding meni, yeding. Borku shunday yeding. Tug'mayman deb. Mana shu qovoq bilan boshingga solay deyman, lekin hali ham 5 ta tug'ishing kerak-da sen. O'zi bittagina shu boshim soppa-sog' qoluvdi. Oshqovoq bilan bitta o'rik kallani o'rniga oshqovoq ko'tarib yuraman. Bitta kallam ham ketadi keyin. Niyatingiz shumi? Tug'mayman. Bo'ldi. Tomim ketib qolyapti meni. Hech narsa bo'lgani yo'q. 10-15 talar tug'ib buvlarimni, onalarimizni tomi ketmagan, seni toming ketadi. Hech narsa qilmaydi. O'sha buvlaringiz boshqasini ham xo'pmi? Har gapni birida, har gapni birida momam deysiz. Momangiz ham, buvingiz ham bor-ku, joy jannatda bo'lsin, boring keting, bezovta qilmang meni. Bo'ldi. Shuni tug'ib olgan keyin gaplashamiz. Shuni tug'aman. Boshqa qaytib tuxsam, otimni boshqa qo'yaman. Bizni xotin echki qasamda. Shunaqa. Boshqa tug'mayman deb yana tug'adi. Voy, nimaga kartoshka artyapman? Go'sht artishim, to'g'rashim kerak edi-ku. Xotin? Tentak. Xotin qanisan? Xotin. Qanisan? Uy yonib ketay dedi. Xotin. Qaydasan sen, Xotin. Qani hamma orqamdan qaytar. Oyi, shuni soyada qilsak bo'lmaydimi? Yo'q. Mana shu yerda qilasanlar. Dadangga chiroyli raqsga tushib beramiz. Onamni tomi ketib qoldi. Onamga tom qoldi. Senchimga. Tavba qilib, qayerga ketdi bu xotin? Uyda yo'q. Tentak. Jinni nima qilyapsan? Uyga kir, bolalarni oftobga olib chiqib nima qilyapsan? O'tuglarni yoqib qo'ygansan, uy yonib ketay dedi. Kir uyga, nima qilyapsan? Voy, menga qarang. Uyalmaysizmi? Begonani xotiniga ko'z qisib gap ochishga. Tavba qildim. Tentak, men yeringmanmi? Ketdik. Hozir borib mahallaga arz qilamiz. Oyi, dadam-ku. Sizlar kimsizlar? Men sizlarni oila emasmi? Meni bolam uyda, xo'pmi? Voy. Kellaring. Onang tomi ketib qopti. Voy, tavba qildim.
xotin to'g'ri aytgan ekanda tomim ketib qolyapti deb, voy bechora, onangning tomi ketib qolyapti. Lekin 5 ta qiz bilan to'xtaydigan ahmoq yo'q. Bu meni rahmatli tog'am to'yimda niyat qilgan. 5 ta o'g'il, 5 ta qiz naq tilayman degan. O'g'il tug'dirmaguncha to'xtamayman men baribir. Hey, kira uyga, ketdik. Ke. Ha, azizlar, ayol kishini joni 40 ta bo'ladi degani shu bo'lsa kerak. Ayollarga rahmingiz kelsin. Davom etamiz. Azizlar, xalqimizda ajoyib bir naql bor. Pul ketsa ketsin, obro' ketmasin. Marhamat, bizda xotinni gapiga kirib obro' olmoqchi bo'lgan erkak haqida lavha ko'ramiz. Voy! Ha, bitginangni olgur shu paytdan tekshilasanmi? Voy, endi nima qilaman, ha? Nima qilaman endi? Ha, bitginangni olgur. Alo. Ha, xotin yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Mashinamning orqa baloni teshilib qoldi. Tez keling. Bilmayman. Yamaga tushganim yo'q. O'z-o'zidan teshilib qoldi. Yunusoboddaman. Yunusobodda? O'sha atroflaringda vulkanizatsiya yo'q ekanmi? Hozir men Yunusobodda qayerda vulkanizatsiya qatnasan deb so'rab yurmayman-ku. O'ylab gapiryapsizmi? Tez keling. Men hozir boshim, asabim buzilib ketyapti. Tuzatib bering, boradigan joyim bor. Bilmayman vulkanizatsiyaning qayerdaligini. Uf. Tez keling, bo'ldi, tamom, gapni ko'paytirmang. Ha, buzilmaygina ketib ko'r. Sergeliydan Yunusobodga borishim kerak endi. Ha, bu xotin. A few moments later. Bo'p qoldingizmi? Shoshyapman dadasi, namuncha sekin qimirlaysiz? Bo'ldi, mana xotin. 2,5 soat bo'ldi. Halim tuzatganingiz yo'q. Osondasan-a? Bittagina balon-ku. Bo'ldi. Ha, bo'ldimi? Mashina haydashni bilasiz-ku, xonim. Balon almashtirishni o'rganingda endi. Siz turganim mashinani balonni almashtiraman. O'ylab gapiring. Uyda qancha ishimni qoldirib tashlab kelyapman hozir. O'rganingda endi. Vazifangiz bo'lgandan keyin bo'pti, ketdim. To'xtang, men bilan qo'yay. Alo, assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Opa, tug'ilgan kun bor edi. O'shanga pochchamni jo'natsangiz bo'lmaydimi? Menga yordam bera olsinlar. Voy, singiljonim, hech ham xavotir olmagin. Hozir pochchang aytaman, hamma ishingni, muammolaringni-chi 5 sekundda hal qiladi. Bilasan-ku, pochchangni. Voy, rahmat, opajon. Yaxshiyam baxtimga siz bilan pochcham bor. Yaxshi o'tkazgan, xo'pmi? Nasib bo'lsa kechga boraman mana. Bo'pti, xo'p. Hozir pochchangga telefon qilaman, xo'p. Alo. Ha, xotin yaxshimisan? Va alaykum assalom. Yaxshi. Yaxshi. Nimaga? Qarang, singlimni bugun tug'ilgan kun edi. Uyda bir 30 kishiga tug'ilgan kun qilib beryotdi. Shunga bozorlik qilish kerak ekan. Bir o'zi qiynalib, bozor sarson bo'lib yuribdi. Shunga tez singlimga yordam bering bozorlik qilishga. Ha, bo'pti. Bo'pti, xo'p. Ha, o'sha bozorga. Bo'pti. Bo'pti, hozir boraman. Buni singlisi bozorda ekan. Men uyga olib borib qo'yishim kerak ekan. Bozorlik qilganmish. Singlisini ishi bo'lsa ham men, o'zini ishi ham tugamaydi bu xotinni. A few moments later. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani singilcha, o'tiring qani. Yomon ishlarsiz ko'p ekan. Yaxshimisiz? Bu xotin ham jonga tegdi. Borki, singlisi ham. Hali uni qiling dadasi, hali buni qiling dadasi. Bu qayni singilli ham bozordan olib, 1 soat bozorlik qilib, narsalarni uyiga olib borib qo'ydim. Rahmatli bojam qanday yashagan ekan bu ayol bilan? 10 yil birga yashagan, qanday chidagan ekan? 1 soatga men chida olmadim. Shunaqa ham ish ko'p bo'ladimi bu ayollarning? Ha, bitginangdan olgur, yo'limdan chiqadi.
Nima bu? O'zidan ketib qolganmi? Normalni aytasang bo'lmaydimi? Nima meni yo'limdan chiqaysan? Kalang joydami? Sen bilasanmi? Qanaqa shopirsan sen? Shuni aytsa. Sansirama ayol kishiga. Ayol kishiga shunaqa sansiraydimi? Meni erim kimligini bilmasa ekansan, tushundingmi? Hozir erimga telefon qilaman, zaptalayni chiqay. Hozir kelganda Ko'zga qarab aytash kerak-da mashinamda. Men ko'zimga qarab haydayman. To'g'ri. Mana ikki tarafdan bakovoy bor-ku, bu bo'yanish uchun emas bu. Yo'q, bu qarash uchun, tushundingizmi? Men xohlasam bo'yanaman, xohlasam prichoska qilaman, xohlasam salon ochaman mashinamdan, tushundingmi? Uydagi ishlarim ham qolib ketdi. Yana telefon. Nima deydi yana bu xotin? Alo. Ha, xotin. Dadasi, tez men bu yoqqa yetib keling. Hozir lokatsiya tashlayman. Men bu yerda bittasi meni yo'limni to'sgan. Habib kelaynan chiroyli kal. To'g'ri gapiring. Ha. Keling Sergelidaman dadasi. Tez yetib keling. Kim ekan u hozir? Asabim buzilyapti. Tez yetib keling, lokatsiya tashlayman. Ha, chaqirdingizmi? Ha, Keladimi? chaqirdim. Kelsin. Siz uyga kir mashinani haydang, tushundingizmi? Ha, kir mashinani sen haydaysan. Men bunaqa to'rt baloli mashina haydayman. Ko'zingizga qarab haydasangiz bo'lmaydimi, opa? Ko'zimga qaraymanmi, yo'lga qaraymanmi, seni ishing bo'lmasin, tushundingmi? Menga ishim bo'lmaydi. Men mashinamga burishingiz qarab o'tirishim kerakmi? Yo'q. To'g'ri haydangda. Men sen yo'lga chiqqan, urayman buni borku, meni yo'limga chiqib olib, menga shunaqa baqirib hammani Javob gapirmang, tuhmat qilmang, opa. Keling uzilib tushsin. Ha, tuhmat qilmang. Shunaqa qildi. Yo'lingni qismi? Nima o'sha samon xotin? Nima yo'l bermaysan? Ha, battar bu. Voy dadasi, adabini bering. Hey. Yerimni nima ko'ryapsan? Al, dadasi turing. Turg'os xotin, turg'os. Turing dadasi. Er xotin shantajla. Turg'os, sekin. Voy, sekin. Okey. Ketdi, yuring. Voy, keyin. Voy, charchamadingizmi dadasi? Baqot ekan-a, yomon, ahmoq. Yomon urdimi lekin? Voy. Kelib men xotim gapiraman. Voy, u baqot bu semchi, siz uni yiqitib yomon urdingiz dadasi. Sizdan kutmaganim, rahmat. Shukr dadasi. Xotin ering baqot, haqqini berdim lekin. Orqangda tog'da ering turibdi. Hech narsadan qo'rqma. Xo'p dadasi. Rahmat dadasi. Rosa xursand bo'ldim. Og'rimayaptimi? Rosa ko'taribdi dadasi. Ay, sal. Hech narsa qilmaydi. Charchadim xotin. Qornim ochdi. Shuni 4 ta tuxum qovurib bergin. Baraka topib. 4 ta tuxum? Men qovuraymi hozir? Siz o'ylab gapiryapsizmi? Qanaqa qilib men qovuraman? Men ham ayolman, men ham ojizaman. Men ham ertalabdan kechgacha yugur bilan charchab ketdim. Ertalab chiqdim, psixologga bordim, butikka bordim, kiyimlar oldim, keyin salonga bordim, sochimni bo'yatdim, keyin ana tirnoqqa pedikur-medikurga bordim. Siz o'ylab gapiryapsizmi? Men ertalabdan kechgacha uyda oyog'imni cho'zib yotganim yo'q. Qancha vaqtim, qancha asablarim ketdi meni. Qanaqa qilib hozir men sizga tuxum qovurib beraman? Hech o'ylab gapiryapsizmi siz shu narsani? Men ham ayolman, axir o'zi shuni turib qovursangiz bo'ladi-ku. O'ylamasdan gapirishingizni qarang. Ayol kishi kuchli degani emas, ayol kishi ojiza bo'ladi. U erigacha suyanadi. Siz esa menga nagli bor 4 ta tuxum qovurdingiz. O'ylab gapiryapsizmi? Dilimni yomon og'ritdi. Sizdan bunaqani kutmagandim men, xo'pmi? Ey, xotin. Men hozir hamma aytgan shuncha voqea. Ya, bu meni xotinim ojiza emas, meni xotinimning aqli ojiza. Ayollar, siz nima qilsangiz ham eringizni obro'yi uchun qilishingizni mana endi tushundik. Erkaklar ham fahm etmaganini qarang shunga. Davom etamiz. Ba'zi bir qattiqqo'l rahbarlar alamini qo'l ostidagi har qanday xodimdan olishi mumkin. Xotinidan olishi mumkin. Qaynota qaynonasidan olishi mumkin. Ba'zida ota-onasiga ham baqirib yuborishi mumkin. Lekin qizi telefon qilganida, hech narsa qila olmaydi. Qiz bola bu boshqa dunyo. Ko'ramiz. Shunday jonimga tegdi borku, majlislari shunday jonimga tegib ketdi. Endi vochi ishlamayman, ushla. Hokim bor tinchlikmi?
Tinchlikmi? Asamga buzil. Shu nervni bo'lib qoldi. Majlislar tugamaydi majlislari. Menga qara. Bugun qaynatam tirilib kelsa ham ishlamayman bugun. Tushundingmi? Men bugun dam olaman. Men tipligimni qaytarib oladigan odam emasman men. Ha. Ye. Hokim bu qaynota o'lmagan-ku. O'lib tirilib kelsa ham ishga chiqmayman men. Ha. Anqayman nima? Anqaz eshik och. Hop, hozir. Mana. O'tiring, marhamat. Ye. Hokim bu gaz olibdilar, endi hamma gaz tarqatadilar. Obbo. Ishlarimni qilib bo'ldim. Yana kech tushdi. Hozir kechki ovqat qilishim kerak. Yanami? To'xta. Men hokimmi xotiniman-ku? Amani erim hokim-ku. O'lay endi bitta hokimga gapim o'tmasa. Kimsan hokimni xotini? Bir kun ovqat qilmasa qilmabdi-da, mazza qilib ovqat zakaz qilamiz erimga. Bir bolalar bilan mazza qilib yeymiz-da. Nima zakaz qildirsam ekan-a? Somsa aytsam ekan. Yo'q, qozon kabob aytsam. Voy, ana baliq bor-ku, kapchon. Uni qorin to'ymaydi-da. Nima aytsam ekan? Shashlik. Men erimga shashlik aytaman. Xos. Erjonim, bilaman menga yo'damaydi. Alo. Ha. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Ha, shu uyda ishlarim ko'payib ketib, hamma yog'ni tozalab, yog' tushsa yalagudek qilib chiqdim dedi. Dadasi shu desangiz, ovqat qilishga ulgurmadim-da. Kech bo'lib ketdi-ku. O'shangacha dadasi kelishingizda o'zingiz bilan ana shashlik olib kelsangiz, bir mazza qilib bolalar bilan yesak degandim. Menga qara. Men butun bir tumanni tashishini o'ylaymi yo seni o'ylaymi? Ha? Shu yetmay turadi o'zi. Jonimga tegib ketgan. Men bugun dam olaman. Tushundingmi? Men tiplagan tukim qaytarib olmayman. Men ishdan chiqdim. Uyga boraman, dam olaman. O'zing ovqat qil. Ya. Dadasi. Bo'pti. Iye. Indamasa ovqat olib kel demiş menga. Berejek o'tamiz. O'g'lim, kechga sen yaxshi ko'radigan soshni qilib, piyozlari, yog'lari bilan shashlik bo'lsa. Davay, ona shashlik bor joyda men borman. Voy. Faqat shu ozgina mehnat qilamiz-da. Shashlik yeyish uchun hammasini qilaman men. Boya dadang bilan gaplashdim. Shu sal kayfiyati yo'qda o'g'lim, tishini tering to'kasa ozgina. Bo'ladi-ya? Turibdi, ozgina to'kiladi. Ya, sen chiroyli gapir o'g'lim, xo'pmi? Dadangga shunaqangi paxta qo'yginki, xuddi amal kelmayapman. Hozir telefon qilib beraman. Chiroyli so'ragin, xo'pmi o'g'lim? Kechga shashlik yeylik. Bir mazza Qilamizda. Hozir. Faqat g'ijduvon shashlik deb so'ra, tushundingmi? G'ijduvon shashlik zo'r bo'ladi. Alo. Alo, assalomu alaykum dadajon, yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizmi? Ha. Men bir hokim o'g'liman. Kechga bir shashlik olib keling. Zo'rda shashlik, mazza qilib yeylik. G'ijduvon shashligidan. Shashlikda C vitamini bor ekan, Google'dan so'radim. Ha, shapaloqqa ham C vitamini bor o'rgilay. Onangizga ayting, onangiz o'zi pishirib beradi, ha. Tushundingizmi? Bo'pti, boshimni qotirmanglar meni. O'zgartashing. O'xshamadi-ku. O'xshamadi. Bu planimiz ham o'xshamadi o'g'lim. Siz. Hozir dadangga telefon qilamiz. O'xshat, xo'pmi? Men sizga ayol kishi emasman-ku, ona. Qiladigan. O'g'lim, kechga shashlik yeymiz. Harakat qilmasak qatta yeymiz, och qolamiz o'g'lim. Mazza qilib shashlik. Sizga men o'xshata olmayman. O'rgataman. Men buni qo'ymamda. Rostakasim yo'tal, xo'pmi? Ana o'xshamasa-chi, dadang shu sirni bilib qoladi. Dadang bekor hokim bo'lmagan o'g'lim. Tushunding-a? Qani, yo'talchi. Yo'q, o'g'lim jonliroq chiqadi. Bo'ladi. Tayyormisan? Hozir telefon qilaman. O'zimchi kasallarga o'xshadimmi? Xudoga shukr. Qanday kasal bo'lasiz-ku? Ovqat yo'q kuni siz kasalsiz. Ha, otangga o'xshamay keta. O'g'lim, sen uchun harakat qilyapman. Shashlik yesin mana o'g'lim deb. Menga kerak emas.
telefon qilyapman. Kasal o'zing, kasal. Davay. Alo. Oy dadasi, qayerdandir mazamiz qochib, skoriy keldi. Shunaqa mana o'g'lingiz mazalari qochib, ko'ryapsizmi? Mazalaring bo'lmayapti? Ko'ryapsizmi dadasi? Mazalari qochib, temperatura 39. Mani boshlarim aylanib, shunaqa qanday yurganimni bilmay qoldim dadasi. Qayerdan keldi bu dard? Shundoq kuchli ovqat yesak o'zimizga kelar ekanmiz. Mana o'g'lingizni, voh, mana ana buni ham mazasi yo'q. Meni ham mazam yo'q. Doktor aytdi, bugundan boshlab kuchli ovqat yesanglar o'zingizlarga kelasizlar dedi dadasi. Ha, doktor kuchli ovqat ye dedimi? Ha, yana nima dedi? Shunaqa dadasi. Shu nimadir endi ishdan kelishingizda olib kelsangiz bir mazamiz joyiga kelib qolardi. Mana o'g'lingiz och. Dadasi. Men senga aytdim, men bugun dam olaman, tushundingmi? Asabimni buzmaman, tuflagan tufligimni qaytarib oladigan odam emasman. Uyda ovqat qilganlaring. Ya. Bo'pti. Yana o'xshamadimi? O'xshamadi o'g'lim. Endi nima qilamiz? Shashlik yemaymizmi, och qolamizmi bugun? Yo'q, yeymiz bolam. O'ylaymiz, hozir kuchli plan tuzyapti menda. Atom rejasiga o'tamiz o'g'lim. Alo. Assalomu alaykum. Ha, ona qizim. Yaxshimisiz? Dadajon, shashligim keldi. Bo'ldi. Ha. Tamam. Ko'p olib keling. G'ijduvon shashligi. Bo'pti. Ko'p olib boraman. Bo'pti. Sizni yaxshi ko'raman. Sizni yaxshi ko'raman. Bo'lgilay jonim qizimdan. Shashlik yeymiz. Mana nihoyat. Bo'ldi, G'ijduvonga hayda. Mas qishni mani eplolmaysizlar. Jonim qizim boshqachada baribir. Ha, ona qizim o'zimni. Men endi bildim. Nega qizini uzatayotgan otalar nega ho'ngrab yig'lashadi. Ey, qizlarimiz ham omon bo'lishsin, o'g'illarimiz ham omon bo'lishsin. Men yonaman shekilli, divonaman shekilli, to'lg'onaman shekilli, xayrlashaman shekilli. Xayr, salomat bo'ling. Mikrofon qarsa sevimli boshlovchingiz Yulduz Usmon bo'ldi. Xullas, bo'pti.